Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Va'da qilganimizdek o'tgan videolarimizda alvet suspensiya ichirgandan keyin qo'ylarimizga o'rtacha 3-5 sutkadan keyin. Hozir mana bizni ichirganimizga deyarli 3 sutka bo'ldi. Endi Brovermectin inyeksiyasidan foydalanamiz. Brovermectin inyeksiyasi Ukraina davlati Brova Pharma biofabrikasidan ishlab chiqarilgan. Bu ivermectinning yangi avlodi hisoblanadi. Buni qilishimizdan asosiy maqsad hozir video davomida tushuntirib o'tamiz. Mazkur dori vositasi shaffof rangda hamda o'zini maxsus Brova Pharmani qadog'iga ega bo'lgan plombadan iborat. Mazkur dori vositasini qo'llanishi o'rtacha 50 kg tirik vaznga 1 ml hisobida. Hozirgi ayniqsa bizning hududlarimizda O'zbekiston sharoitida buni o'rtacha 35-40 kg tirik besga 1 ml hisobida qilsak bo'ladi. Ya'ni mazkur qo'ylarimiz o'rtacha 70-80 kg deb oladigan bo'lsak tirik vaznini bularga 2 ml dan bo'yin teri ostiga bir marta yuvorish usuli bilan amalga oshiramiz. Yana bir narsani alohida e'tiborga olib o'tishimiz kerak, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Agar kimda kim yangi qo'y boqishni tashkil qilgan bo'lsa, doim mana shunday narsadan foydalanish kerak. Ya'ni bu oddiy mana mineral tuzi. E'tibor bersak, bu to'rtburchak shaklda bo'ladi. Buni qo'yilganiga taxminan 3 yoki 4 sutka bo'ldi. Ya'ni biz alvet suspensiya ichiradigan paytimizda bu narsa yo'q edi. Demak, 3 kunda shuncha ravishda mana yalangan, ya'ni qo'ylarning ehtiyoji doim tuzga bor. Ko'pchilik aytadi, qo'y boquvchilar, ya'ni internetda ma'lumotlar juda ham ko'p. Oltin gurgut qo'shib berish kerak, tuz qo'shib berish kerak oziqalarga deydi. Bu mutlaqo bo'lmagan narsa. Ya'ni oltin gurgutni ham majburiy oziqaga yoki tuzlarni ham majburiy oziqaga qo'shib berish mumkin emas. Uni mazkur o'rnatuvchi moslamalar orqali qo'yib qo'yilsa, o'zini ehtiyojiga qarab yeydi. Agar uni biz oziqalarga qo'shib beradigan bo'lsak, masalan ko'pchilik yemlarga yoki dukudan chiqarilgan o'tlarga qo'shib beradi. Buni majburiy ravishda qo'ylar yeyishga to'g'ri keladi. Natijada organizmda har xil, masalan qaysidir misol uchun mana shu qo'yda oladigan bo'lsak, buni organizmga mineral tuzlar kerak emas. Bu majburiydi. Bunisiga zarurati bor mineral tuzlarni bu yeya olmay qoladi. Ya'ni o'sha ochqaloq qo'ylar, nimsarak qo'ylarni surib nima qilishini hisobiga bunga normada yetmay qoladi. Shuning uchun erkin holatda agar biz beradigan bo'lsak, o'zining talabidan kelib chiqib qo'ylar iste'mol qilaveradi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana Brovermectinni qadog'ini ochamiz. Bu agar sovuq holatlarda saqlangan bo'lsa, doimo buni issiq suvga solib, hech bo'lmaganda 25 gradusdan baland suvda eritib olishimiz kerak bo'ladi. Biz hozir buni tayyor holatga keltirganmiz hamda doimgidek bir martalik shpris hamda shprisni o'zining ignasi bo'lmaydi. Ya'ni bu inyeksiyani qilish uchun yaroqsiz. Bu igna ingichka. Shuning uchun doim maxsus ignalardan 16 lik kalta yoki uzun ignalardan foydalanamiz. 12 lik, 16 lik ignalar bo'laveradi. Faqat jarohat yetkazib qo'ymaslik kerak ukol qilish vaqtida. Mazkur dori vositasida 2 ml tortamiz. Hamda bo'yin teri ostiga o'ramiz. Ko'pchilik mana bo'yin teri ostiga yuborayotganda bir xilgilar qo'ltiq teri ostiga qiladi, kimlardir orqaga. Asosiy inyeksiya qilinadigan joyi bu mana oldi qo'ltiqda tepa tarafi, ya'ni quloq tarafiga ham uncha o'tib ketmaydi. Mana shunday teri ostiga bemalol yuborsa bo'ladigan joyi bor. Mana shu yerga ohista yuboramiz. Bismillah. Xuddi mana shu tartibda qo'ygan qo'ylarimizni ham hammasini bo'yin teri ostiga 2 ml Brovermectin inyeksiyasini yuboramiz. Bundan 3 yoki 5 sutka o'tkazdirib bularga vitamin B kompleksli, ayniqsa fosbivit yoki butafarlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Sababi birinchi ichirilgan dorimiz, ya'ni alvet suspensiya bu haqiqiy qurt ko'rinishidagi qo'zg'atuvchilarni oladi. Ikkinchi qilgan ishimiz bu Brovermectin inyeksiyasi. Bular o'sha parazitlarni qo'zg'atuvchilarni tuxum ko'rinishida, ya'ni hali qon tarkibida yurib to'qimalarga borib joylashadigan mahaldagilarni oladi hamda antiparazitlar vositalari qo'llanilganda o'z navbatida oshqozon ichak hazm sistemasidagi hazm qiluvchi faol bakteriyalarga ham ta'sir qiladi. Shuni hisobiga bularga albatta vitamin B kompleksli inyeksiyalar bilan qo'shimcha yordam berishimiz kerak. Shu tartibda agar biz profilaktik ishlarni tadbir qiladigan bo'lsak, ya'ni joriy qiladigan bo'lsak, profilaktik tadbirlarni qo'ylarimizda, umuman qo'ylarda, chorva hayvonlarida o'sish, rivojlanish hamda moddalar almashinuvi faolligi juda ham yaxshi bo'ladi. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshisi, eng sifatlisini ilamiz. Salomat bo'ling.